Assalomu alaykum. Yana xizmat. Menga ko'proq xona kerak. Xonalar aylanib chiqay. Siz meni olib turing. Ma'qul kelsa qolgani kelgan. O'shidan ham qarzim bor edi. Yig'ilib qo'ygandir, berora qolay. Hormay aka. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Keling aka, go'sht beraymi? Rahmat aka, go'sht bor. Qarzim yig'ilib qo'ygan ekan, o'shani berib ketdi-da o'tdim. Bo'ldi aka, shu yerdamiz. Mashinamni tuzatgan ustidan qarz bo'ladi, o'shani berib yuboraman. Assalomu alaykum usta aka. Va alaykum assalom. Qarzimni olib keldim. Rahmat. Kakrasi magazinchi qarzimni berib olaman. Aka assalomu alaykum. Qarzimni olib keldim. Uzr ozgina cho'zilib qoldi. Yaxshisi aka. Farroshgina yana oyligini beraveradigan bo'ldim. Kene, pul bo'lib qoluvdi. Oyligingizni olib qo'ying. Rahmat. Yaxshi bo'ldi. Ijarachimga ham qarzimni yopadigan bo'ldim. Assalomu alaykum. O'tgan oy ijara haqidan qarzim qoldi. Shuni olib kelganman sizga. Aka, uzri meni boshqa mehmonxonaga chaqirib qolishdi. Mayli aka, hijolat bo'lmang. Rahmat.